Bizni mamlakatimiz bolajon mamlakat, bolalarga ko'rsatiladigan har qanday ta'zir yoki zo'ravonlik yomon ko'riladi va rad etiladi. Lekin bitta narsani esdan chiqarib qo'yapmiz biz. Ta'lim tarbiya muassasalari haqida gaplashyapmiz biz. Ta'lim tarbiya muassasasi, tarbiya jarayonini tabiatida qanaqadir zo'ravonlik desak noto'g'ri bo'ladi, bosim bor. Ta'limda majburlash bor. Ota-bobolarimiz ham ta'limda majburlab olishgan, keyin ilmli odam paydo bo'lgan. O'qituvchining maqomi to'g'risida Konstitutsiyaning 52-moddasida aytilgan eng muhim narsa o'qituvchining mehnati qadrlanadi deb aytilgan. O'qituvchining mehnati nimadan iborat? O'qituvchining mehnati siz bilan bizni bolamizni tarbiyalash va ta'lim berishdan iborat. O'qituvchi bu ishni juda og'ir amalga oshiradi. Men urushiga qarshiman, o'qituvchini bolani tahqirlashiga qarshiman, o'qituvchini bolani kamsitishiga qarshiman. Zo'ravonlikning elementlari 80% elementlarini o'qituvchi tomonidan bolaga qilinishiga qarshiman. Biz qarshimiz u narsaga. Lekin biz zo'ravonlik degan tushuncha bilan hammasini kirgizib yuboryapmiz va u yerda har qanaqa sharoitda ham bitta ota-onani yaxshi ko'rgan farzandiga o'qituvchini qilgan xatti-harakatini jinoyatga aylantirib qo'yadigan norma qabul qilyapmiz. Birinchidan, ikkinchidan o'qituvchini bir o'ylab ko'ring. Dars berish kerak. Bir kunda 5-6 soat dars berish kerak. Bitta o'qituvchi bilan sudlashib qoldi. Sud protsessi boshlandi. Ota-onasi sudga berdi. O'qituvchi sudga qatnaydi. Uni maktabdagi maqomi nima bo'ladi? Uni sha'ni qadr-qimmati nima bo'ladi? Oxiri oqlandi ham deylik, mayli, sud orqali hal bo'ladi deb aytyapsiz. Oqlandi ham deylik. U o'qituvchining reputatsiyasi nima bo'ladi maktabda? U o'qituvchini biz nima qildik? Qaysi holatga olib keltirdik? Va qolaversa, uchinchidan mana shu yerda davlat rahbari o'tirgan paytlarda biz parlamentda taklif bergan edik Milliy tiklanish partiyasi sifatida. Biz hozir 700 mingga yaqin o'qituvchini taqdirida 100 ta 200 ta o'qituvchi bilan yuzaga kelgan pretsedent haqida gapiryapmiz. Biz o'shanda taklif berganimizda aytgan edik, o'qituvchilarni tanlash tizimini takomillashtiraylik. Zo'ravon o'qituvchi, shilqim o'qituvchi, jinsiy zo'ravonlik qiladigan o'quvchisi bilan aroq ichib o'tiradigan o'qituvchi maktabda nima qilib yuribdi? Biz unga chora ko'rish orqali butun o'qituvchining reputatsiyasini xavfga qo'yyapmiz. Butun maktab tizimini xavfga qo'yyapmiz. Qolaversa, prezident tomonidan boshlangan maktab islohotlarini xavfga qo'yyapmiz. O'qituvchining maqomini xavfga qo'yyapmiz. Yaponiyani misol keltirdik, juda to'g'ri. U yerda ham zo'ravon o'qituvchining javobgarligi bor, lekin zo'ravon o'qituvchi yo'q ularning maktabida. Hamma o'qituvchini o'shaning uchun ko'chaga ko'rganda egilib salom berishadi. Nimaga? Chunki u haqiqiy o'qituvchi. Biz shunaqa o'qituvchilarni tarbiyalay olmaganmiz. Hozir maktab ichidagi o'shanaqa siz aytayotgan zo'ravon o'qituvchilar bo'lsa, ularni tozalab tashlash kerak. Lekin qonuniy pretsedent yaratib, norma bilan o'qituvchi o'dag'aylab qarasa ham javobgarlikka tortib tashlaydigan normani yaratib qo'yib, biz o'qituvchining maqomini nima qilamiz? Maktabni nima qilamiz? Ta'lim tarbiya protsessini nima qilamiz? Bolalarimizni kim tarbiyalaydi? Kim dars beradi ularga? Kim xohlaydi shunaqa o'qituvchi bo'lib ishlashni? Masalan, oyog'ini ko'tarib bitta katta qonni o'g'li misol uchun darsda o'tirgan bo'lsa, oldiga kelib o'qituvchi oyog'ini pastga tushirib o'tirgan bo'lsa, menga ruhiy bosim qildi deb otasi prokurorga aytib, o'qituvchini javobgar qildirib yuboraversa, bunaqa pretsedentlar bor. Men misol keltirib berishim mumkin. Biz nima qilayotganligimizni o'ylashimiz kerak. Ikkinchi moddaga, hurmatli spiker, biz fraksiyada ham qarshi bo'lganmiz. Men deputatlarning ikkinchi moddani qo'llab-quvvatlamoqchi. Tushunarli. Endi reglament bo'yicha ishlaymiz. Qo'mita ikkinchi moddani shu tahrirda qabul qilish so'rayapti. Albatta, boshqa takliflar ham bo'ldi. Qo'mitani taklifini ovozga qo'yamiz. Marhamat. Qabul qilinmadi. Biz reglament bo'yicha qo'mitaga buni yana qayta ishlash uchun qaytaramiz, keyingi yig'ilishlarga yana olib chiqasizlar.